Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu qatımlıq haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Sharq Turkiston Türkiye o'ttir maktablarida tunishtirildi. Bugün 21 Mart Cuma günü tushdan keyin soat 1:30da İstanbul shahri Arnavutköy Anatoliya o'ttir maktabining o'rinlashtirishi bilan Türk dunyosidagi qarindosh millatlarni tunishtirish faoliyatida Sharq Turkiston masalasi alohida tunishtirildi. Sharq Turkiston masalasi kunsiri tunilayotgan Turkiyada bugün 21 Mart Cuma günü tushdan keyin soat 1:30da İstanbul shahri Arnavutköy Anatoliya o'ttir maktabining o'rinlashtirishi bilan mazkur o'ttir maktab o'quvchilari orasida keng ko'lamda Türk dunyosidagi qarindosh millatlarni va ularning hozirgi ahvoli, milliy an'anasi qatorliqlarni to'nitish faoliyati elib berilgan bo'lib, faoliyat nihoyat qizg'in shaklda elib berildi. Faoliyatda Siprus Türk Cumhuriyeti, Bulg'ariston, Afg'oniston, Serbiya turklari, Tatariston, Qrim, Kosovo, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Sharq Turkiston, Arnavut turklari qatorliq Turkiy jumhuriyatlarining urf-odatlari, tortiyotgan qiyinchiliklari, yemek-ichmek odatlari qatorliqlar tunishtirilgan bo'lib, nihoyat qizg'in kayfiyatda o'tkazildi. Faoliyatga Arnavutköy shahar boshlig'i Ahmad Hoshim Boltaj, rayonlik milliy ma'rif mudiri Arif Dada, qaymaqam Qosim Fikrat, JX idorasi mudiri Salomi Oltinok, jandarma qo'mondonlik shtabi qo'mondoni, garnizon qo'mondonlik shtabi boshlig'i, vali qatorliq ko'plagan yuqori darajali davlat arboblari qatnashdi. Programma Arnavutköy Anatoliya o'ttir maktabi mudiri Hidoyat Tosh apandimning ochilish nutqi bilan boshlandi. Keyin maktab mudiri yordamchisining so'zidan keyin o'quvchilar xor o'miki o'zlari tayyorlagan nomerlarni nihoyat jonliq o'rinlagandan keyin kelgan davlat arboblari maktab mudiri bilan birlikda ochilgan barliq ko'rgazmalarni Osmoniya xalifaligining jangga kirish oldida askarlarining ruhini ko'tarish uchun o'qitadigan nihoyat mazmunli she'rlarni jonliq o'qigan Mahtaron o'mikining jonliq she'rlarining hamrohligida bir ziyorat qilib chiqdi. Ziyorat navbati Sharq Turkiston bo'limiga kelganda barliq o'quvchilar nihoyat jonliq shaklda Sharq Turkiston istiqlol marshini jonliq o'qib, maktab maydonini larzaga keltirdi. Sharq Turkiston ko'rgazma bo'limi boshqalarga qaraganda alohida ko'rkam va ratlik bo'lib, mehmonlarning diqqatini tortdi. Davlat arboblari faoliyatga qatnashgan ma'rif jamiyati vakillaridan Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot olgandan keyin Sharq Turkistonning Xitoy zulmidan tezroq qutulishiga tilakdoshlik bildirishdi. Rasmiy ziyorat oxirlashgandan keyin Sharq Turkiston ko'rgazma bo'limi o'quvchilarini ziyorat qildik. Ular bu faoliyatni o'rinlashtirishdan burun Sharq Turkistonni ancha bilib ketmaydiganligini, ammo bu faoliyatga o'rinlashtirilgandan keyin bu masala haqida izlanish jarayonida nurg'un ma'lumotlarga erishganligini, Uyg'ur xalqining turklarni ajoyib yaxshi ko'rdiganligini, ammo ming afsuski o'zlarining u yerdagi qon qarindoshlari uchun hech nima qilib bera olmay qolganligidan o'kindiganligini va o'zlarining bu masalani sinfdoshlari orasida tarqatib, sinfdagi barliq o'quvchilarni bu harakatga aktiv qatnashtirganligini bildirishdi va o'zlarining Turkiyaning kelgusi boshqaruvchilari bo'lish sifatlari bilan kelgusi yaxshi o'qib, muhim o'rinlarga kelganda cho'qim Sharq Turkiston uchun xizmat qilishga bel bog'laganligini bildirishdi va bundan keyingi hayotida Sharq Turkiston masalasini qo'lidan kelishicha dunyoga anglatish, onunğa sahip çıkıdığan kişilerini köpeytiş için hareket kıldıqanlığını bildirişti. Şimdiye kadar en Müslümanlardan en mazlum olan ülkedir. Biz de bunu diğer ülkelere ya da Türk halkına tanıtmak istedik. Onlar da yapacak yardımları, gerekli yardımları inşallah yaparlar. Bu da duyarlı olduğunu düşünüyorum. Doğu Türkistan'da bildiğime kadar dinini, inancını, dilini falan kullanamıyorsun. Bunda da ülkelerde, bizim ülkede burada yaşadığımız için şanslıyız. Biz de o ülkeleri tanıtmak için işte hepimizin desteği var. Bu destek de İnşallah yararlı olur. Aslında tesadüfen seçtik. Bir oylama sonucu çıktı. Ama iyi ki de çıkmış. Sizin ülkenizi şu ana kadar hiç duymamıştık. Ama sizin ülkeniz geldikten sonra hakkında bilgiler oldukça edindik. Hani şu anki durumunuz, gündemdeki durumlarınız hakkında hani çok şey öğrendik. Siz de bir Türkiye hayranı olduğunuzu, ne kadar hani hoşgörülü, yardımsever birileri olduğunuzu, bir ülke olduğunuzu öğrendik. Bundan sonra en azından o ülkenin varlığını bildiğimiz için eğer bir
büyüyüp iyi bir yerlere geldiğimizde sizin ülkenize ve size yardımda bulunmak isteriz. Ahırda biz maktab müdiri Hidayatash Efendi bilan suhbat o'tkazdik. U bu qadimgi faoliyatni o'rinlashtirishdagi birdan-bir sababning o'quvchilarning dunyoning har qaysi joylaridagi qon qarindoshlarining ahvolidan yaqindan xabar tepishi va ular bilan aloqa beg'i o'rnatishni kuchaytirish uchun o'rinlashtirganligini bildirdi va alohida qilib o'zining Sharq Turkiston davosiga yaqindan ko'ngil bilib kelayotgan bir kishi ekanligini, bu savdoning uningga yoshlik davrlarida marhum Isa Yusuf Aliptekinning ta'siri bilan yuqqanligini bildirdi va Sharq Turkiston uchun har qachon tayyor ekanligini bildirdi. Hidayatash, Arnavut Anadolu Lisesi müdürüyüm, Ordu doğumluyum, tarihçiyim ve Gülçin Çandarlıoğlu hocamızın öğrencisiyim. Doğu Türkistan davasına 1991'de Fen Fakültesi'nde İsa Bey'in başlatmış olduğu sempozyumla tanıştık. Daha önceden tanıyorduk ama aktif olarak tanıştık. O günden beri takip ederim. Bütün organizasyonlara katılmaya çalışırım. Biz bu programı organize ederken gençlerimize Türkiye dışındaki Türklerin sorunlarını da öğretmek, tanıtmak, bilgilendirmek amacıyla yaptık ve çok da güzel oldu. Herkes bir ülkeyi alarak, bir coğrafyayı, yaşayan coğrafyayı alarak böyle bir organizasyonla ülkenin dışında da Türk dünyasının varlığını haberdar oldular. Oradaki sorunları öğrendiler. Ve inşallah bu nesil çağ atlayarak özgür Doğu Türkistan'la birlikte İnşallah onu kutlayacağız inşallah. Xitoydagi Uyg'urlar qattiq tekshirish obyekti qilinmoqda. Xitoy o'lkalarida yuz bergan bir yurish qonliq voqealardan keyin Xitoyda tirikchilik qilayotgan Uyg'urlar Xitoy doiralarining qattiq tekshirish obyekti qilinmoqda. Ichkarida tirikchilik qilayotgan Uyg'urlar Xitoy doiralarining qattiq tekshirish obyekti qilinmoqda. Kunming voqeasidan keyin Changshoda odam chanash voqeasi yuz berganligi ijtimoiy uchur aloqa vositalari Facebook, Twitter va undidorlarda keng tarqaldi. Voqeaning xarakteri har xil anglatilgan bo'lib, ba'zi xabarlarda Changshoda uzundan beri navoiylik qilayotgan 2 nafar Uyg'ur orasida yuz bergan mojaroning sabab bo'lganligi ilgari surilgan. 13 mart kuni Guangxi soqchi tarafining bir to'p kishilar tarafidan pichoqli hujumga uchrab, Pengshang Naay chegara muavin soqchi boshlig'ining yaralanganligi xabar turbatlarida e'lon qilindi. Ammo hujumchilarning qaysi millatdan ekanligi uqtirilmadi. Demak, ichkarida pichoqli hujum elib borganlar faqat Uyg'ur millati emas, Xitoylarmi hassilab pichoqli voqealarni sodir qilmoqda. Xitoylarning Sharq Turkistonda elib borgan oshkora yushurun qonliq voqealarini sanab bo'lg'ili bo'lmaydi. Lekin Xitoy doiralari ichkarida yuz bergan va Uyg'urlarga ortilgan bir qancha qitimliq pichoqli voqeasini bahona qilib, ichkarida tirikchilik qilayotgan Uyg'urlarni qattiq tekshirish obyekti qilmoqda va shu orqali Xitoy o'lkalarini Uyg'urlardan tozalashni maqsad qilmoqda. Soqchixonaga hujum qilish voqeasi yuz berdi. 19 mart chorshanba kuni Sharq Turkistonda soqchixonaga hujum qilish voqeasi yuz berib, voqeada bir soqchi o'ldirildi va hujumchi fidoi Xitoy soqchilari tomonidan etib shahid qilindi. Al Fajr to'rining 19 mart chorshanba kuni Associated Press agentligidan naql qilib xabar qilishicha, Sharq Turkistonda soqchixonaga hujum qilish voqeasi yuz bergan. Facebook va Twitterlarda tarqalgan uchurlarda 17 mart dushanba kuni kech Urumchi Saybaq rayoni Yamonliq teg'i soqchixonasining hujumga uchraganligi. Aqsuluq Ilyar Rahmatullah ismli birining mazkur soqchixonadagi Osman ismli soqchini yaralandirganligi va uning naq maydonda soqchilar tomonidan etib o'ldirilganligi. Hujumga uchrab yaralangan soqchi Osmanning 29 yosh ekanligi va keyin doktorxonada o'lganligi uqtirilgan. Egallangan uchurlar qaraganda hujum qilguvchi asli nishonni soqchi boshlig'i Xitoyga qaratgan bo'lib, xizmat ko'rsatgisi kelgan boshliqni qo'g'dayman deb Xitoy soqchi boshlig'ining badanini o'z badani bilan to'sib olgan va natijada pichoq uningga kirib doktorxonada qutqizish unum bermay o'lgan. Navbatda mustaqil kuzatuvchilar Sharq Turkistonda kun sari kuchayotgan bu xildagi qarishliqlarning bundan keyin texnik kuchaydiganligini bildirishib, Xitoy zulmining haddidan ziyoda chekidan oshganligini, hech qanday chiqish yo'li qolmagan Uyg'ur xalqining bundan keyin o'z izzat hurmatini va huquqini qattiq qo'lliq bilan bo'lsa-mu elish qidirishadiganligini bildirishmoqda. Shundaqla bu xildagi voqealarda shahid bo'lgan azimatlardan Xitoy yaloqchilariga aylanib ketgan oz sondagi xoinlardan boshqa butun Uyg'ur xalqining faxrlanadiganligini,
ular uchun duo qildiganligini, zulm sababli og'zini ocholmayotgan bo'lsa-mu, qalbida ularga barakalloh deydiganligini bildirib, o'xshash vaqtda bu xildagi voqealar Xitoy doiralarining har qaysi qatlamlarida ishlayotgan Uyg'urlarga mu alohida signal ekanligi, ularning davomli Xitoy tajovuzchilari tarafida turmasdan hech bo'lmasa ularga insoncha muomala qilishi kerakligini bildirishmoqda. Tayvan o'quvchilari Tayvan parlament binosiga besib kirdi. 19 mart çarşamba günü Tayvan'da 200 atrofidagi Tayvan o'quvchilari Tayvan Xitoy tijorat kelishimnomasiga qarshi chiqib, parlament binosiga besib kirdi. Tayvan Xitoy tijorat kelishimnomasiga qarshi Tayvan o'quvchilari Tayvan parlament binosiga besib kirdi. 19 mart çarşamba günü Tayvan axborot vositalari 200 atrofidagi Tayvan o'quvchilarining Tayvan Xitoy tijorat kelishimnomasiga qarshi Tayvan parlament binosiga besib kirganligini xabar qildi. Tayvan axborot vositalarining ilgari surishicha, Tayvanning Xitoy bilan tijorat kelishimi o'rnatishiga qarshi chiqqan namoyishchilar tunugun 18 mart seshanba kuni kech Tayvan qonuniy majlisiga besib kirgan va ularni chekintirishga uringan soqchilar bilan qarshilashgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Tayvan o'quvchilarining Tayvan parlament binosiga besib kirishi navbatdagi Tayvan hokimiyatidagi Vatan partiyasining mushabda Xitoy bilan tijorat ittifoqi tuzish masalasini muzokara qilib bo'lganligini jakarlagandan keyin maydonga kelgan. Egilisha Tayvandagi barliq o'qituvchi partiyalar Xitoyning Tayvandagi iqtisodiy nufuzining kuchayib ketishining oldini olish uchun Tayvan hokimiyatidagi Vatan partiyasining Xitoy bilan tijorat kelishimnomasi tuzishiga norozilik bildirgan ekan. Abdullah Gül Türkiye'deki Gülen mekteplerini taqash qonunini tasdiqladi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Abdullah Gül Fethullah Gülen başçılıqidagi Türkiye'nin her qaysi şehirlerdeki sözlü darisxon deb atiladigan xususiy kurs mekteplerinin taqilishini talab qiladigan qonuniy loyihani tasdiqladi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Abdullah Gül 12 Mart çarşamba günü Amerika'da turishliq Türk dini da'vatchi Fethullah Gülen'ning Türkiye'nin her qaysi şehirlerdeki sözlü darisxon deb atiladigan mekteplerinin taqilishini talab qiladigan qonuniy loyihani tasdiqladi. Dünya Xabar To'rining ilgari surishicha, mushu ay 5'ida Türkiye parlamenti 2015 yili 1-sentyabrdan e'tiboran Fethullah Gülen maktablarining taqib etilishiga muvofiq kelgan bo'lib, Fethullah Gülen maktablarining taqilish qarori Türkiye Cumhuriyeti Reisi Abdullah Gül'ning tasdiqlashiga sunilgan. Bu qatimli qaror faqat Gülen maktablariga qaratilmagan bo'lib, Türkiye'dagi barliq darisxona ismidagi maktablar taqiladi. Chunki bu maktablar odatda bolalarga normal hukumat maktablarida o'rgatilgan darslarni takrorlab berish va imtihonlarga tayyorlash qatorli xizmatlarni qiladigan bo'lib, bu xildagi tuzum bilan davlat maktablarida ishlagan o'qituvchilar xizmatni astoydil ishlamasdan bolalarning hammasini darsxonaga ehtiyojli qilib qo'yish va ishdan tushgan o'qituvchilar oqshomlari boshqa shaxsiy darsxonalarda ishlab, u yerdan ayrim pul tepish qatorli qalaymiqonchiliklar kelib chiqqandan boshqa bu xildagi darsxonalarga faqat iqtisodiy yaxshi bo'lgan oilalarning bolalari kiralaydi. Buning bilan o'quvchilar o'rtasidagi barobarlik yo'qaydi. Yana bir tarafdan bu xildagi maktablar faqatli pul tepish o'rniga aylanib qolgan bo'lib, kambag'al o'quvchilar buningdan mahrum bo'lib kelgan edi. Hukumat bu xil qalaymiqonchiliklarning oldini olish uchun uzundan buyon plan tuzayotgan bo'lib, bu qatim oxirgi qarorini chiqargan va barliq darsxona ismidagi shaxsiy maktablarning rasmiy holatdagi shaxsiy maktablarga o'zgartirilishini har jihatdan qo'llaydiganligini va ularga davlat tomonidan iqtisodiy va yer jihatdan yordam qiladiganligini, darsxonalarda ishlab kelgan barliq o'qituvchilarni shartsiz holda davlat maktablariga xizmatga oladiganligini qayta bildirib, kurs shaklidagi bu darsxona egalari bilan nurg'un qatim suhbat o'tkazgan bo'lsa-mu, Turkiyada eng ko'p darsxona sohibi bo'lgan Gülen jamoati hukumatning bu ijroatlariga qattiq qarshi chiqdi va e'tiroz bildirdi. Shundaqla bu jamoat o'quvchilarining davlatning nurg'un muhim o'rinlargacha singib ketganligi va hukumatga qarshi faoliyat qilayotganligi oshkorlanib qolgandan keyin hukumat bu Gülen darsxonalari boshliq butun darsxonalarni taqaydiganligini, o'quvchilarga xohlagan taqdirda hafta oxirlari maktab ichida haqsiz dars takrorlab berish kursi ochib, butun xalqqa haqsiz xizmat qiladiganligini e'lon qildi. Hukumatning bu e'lonidan keyin Turkiyadagi nurg'un shaxsiy kurs sifatidagi darsxonalar o'zlarining darsxonalarini rasmiy xususiy maktablarga o'zgartirish iltimosini qilib,
hukumatning kuchli qo'llashiga va yordamlariga erishdi. Falastindan dunyoga G'azza sadosi. Falastin hukumati so'zchisi Nabil Abu Rudayna Isroiliyaning G'azzaga qaratgan hujumlariga xotima berishi kerakligini uqtirdi. Falastin hukumati so'zchisi Nabil Abu Rudayna Isroiliyaning G'azzaga qaratgan hujumlariga xotima berilishi kerakligini uqtirdi. Dunyo xabar markazi to'rining 13 mart payshanba kuni xabar qilishicha, Falastin rahbarlari G'azzaga sistemali holda elib berilayotgan Isroiliya hujumining darhol to'xtatilishini talab qilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Falastin hukumati so'zchisi Nabil Abi Rudayna e'lon qilgan bayonotida Isroiliya hujumlarini darhol to'xtatishi kerak. Sistemalik elib berilayotgan bu hujumlarda gunohsiz insonlar zararga uchramoqda va hayotlaridan ayrilmoqda degan. Yana bir tarafdan Isroiliya tajovuzchilarining e'lon qilgan bayonotiga qaraganda, Falastin tarafdan Isroiliyaga yana 2 raketa etilgan. Isroiliya taraf etilgan raketalarning bo'sh yerlarga tushganligini ilgari surgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Isroiliyaga etilgan raketa hujumini texnicha hech kim ustiga olmagan. Isroiliya askarlari G'azza tarafidan etilgan raketalarning sonining jami 60 ga yetganligini da'vo qilmoqda. Xabarda yana Isroiliya armiyasining chegaraga yaqin yerdagi Yahudi yerlashtirish o'rniga G'azzadan raketa etilgan degan da'vo bilan G'azza chegara eg'ilni taqab, G'azzaga yemak va turmush lozimatliklarining kirishini cheklaganligi, shuning bilan birga falastinlik mahbuslarning oilasi bilan ko'rishishlarini ham alohida cheklaganligi ilgari surilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Isroiliya davlat radiosi Isroiliyaning G'azza chegarasiga o'rnashgan Sidrot, Netvot, Sidot Nagev va Poet Negev kentlariga dastlabki ma'lumotlarga qarata eng az 30 raketaning etilganligini xabar qilgan. Misr G'azza tonnellarini yiqish jarayonida atrofdagi uylarni ziyonga uchratdi. Misr doiralarining G'azzaga tutashgan Rafah tonnellarini yiqishda qattiq portlovchi buyumlarni ishiltishi sababli nurg'un uy va bir jami ziyonga uchradi. Dunyo xabar markazining 17 mart dushanba kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, xalq saylagan qonunliq rais Muhammad Mursini ag'dirib tashlagan Misr armiyasi Rafah kenti ostidan tonnel qizildi degan bahona bilan ba'zi uylarning yiqilishi uchun portlovchi buyumlarni ishiltishi sababli G'azza tarafda nurg'un uy va bir jami ziyonga uchragan. Xabarda yana Misr armiyasining G'azza chegarasidagi Rafah kentida yer osti tonnellar qizilgan degan bahona bilan 4 uyni portlatqich buyum ishiltib o'rib o'tganligi, G'azzadagi Tallus Silatan rayonida 100 ga yaqin uy va chegaradan 300 metr yiroqda bo'lgan Abu Zar al-Ghifari jamisining elib berilgan portlatishning ta'siriga uchraganligi, atrofdagi uylarning aynaklarining chul-chul bo'lib ketganligi va tomlarining chok ketganligi ilgari surilgan. 2006-yili Hamas tashkiloti saylamda ufitib chiqqandan keyin Isroiliya G'azzaga qarshi embargo yurgizgan bo'lib, qezilgan yer osti tonnellar G'azzaning dunyoga echilgan birdan-bir eg'iz sifatida G'azza fuqarolarining asosiy oziqlik moddalari va dori ehtiyojlarini qamdab kelmoqda edi. G'azza bilan Misr o'rtasidagi tonnellarning cho'ng bir qismi Misr armiyasining 2013-yili 3-iyulda elib borgan harbiy inqilob harakatidan keyin taqib etilgan bo'lib, xalq saylagan qonunliq rais Muhammad Mursini ag'dirib o'tgan Misr armiyasi shu harbiy inqilob harakatidan buyon G'azza tonnellarining yenidan yana tonnel qizilgan degan bahonalar bilan ba'zi uylarni o'rib tashlamoqda. Qrimdagi referendum Xitoyni qiyin ahvolga tushirib qo'ymoqda. Qrimda o'tkazilgan referendum Amerika va Yevropa ittifoqining kuchli qarshiligiga uchradi. Shundaqla davomli boshqa davlatlarning ichki ishiga aralashmaslik, egilik huquqi va zamin butunligini ta'kidlab kelgan Xitoyni qiyin ahvolga qo'ydi. Qrimda o'tkazilgan referendum Amerika va Yevropa ittifoqining kuchli qarshiligiga uchradi. Ular buni Ukrainaning egilik huquqiga qilingan og'ir tajovuz deb qaradi. Ammo davomli boshqa davlatlarning ichki ishiga aralashmaslik, egilik huquqi va zamin butunligini ta'kidlab kelgan Xitoy doiralari bo'lsa, Qrim masalasida betaraf turishni tanlab oldi. Kuzatuvchilar Xitoy doiralarining Uyg'ur, Tibet va Tayvan masalasi sababidan Qadinas sheriki Rossiyani qo'llash-qo'llamaslik masalasida qattiq sinoqqa duch kelganligini bildirishdi. Qrimda yakshanba kuni referendum o'tkazilib, Qrim xalqining 96% Ukrainadan ayrilib chiqib, Rossiyaga qo'shilish haqida ovoz bergan edi.
Ukraina, Amerika va Yevropa ittifoqi referendumni e'tirof qilmaydiganligini e'lon qilgan va Rossiyani ogohlantirgan. Ammo buningga qaramay, seshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrim hukumatining Rossiyaga qo'shilishi haqidagi qonun loyihasini imzolab, parlamentga rasmiy yo'lladi. U so'zlagan nutqida Ukraina hukumatining Qrimdagi ruslarning huquqlarini dafsanda qilganligini ilgari surdi. U shundaqla referendumning xalqaro qonunlarga uyg'unligini, uning har kimning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining bir namoyandasi ekanligini bildirdi. U so'zida Qrim referendumini Kosovoning mustaqilligiga erishishiga o'xshatdi va Ukrainaning 1991-yili sobiq Sovet ittifoqidan mustaqil bo'lib chiqqanligini eskartib turib, referendum natijasining Qrim xalqining irodasini aks ettirganligini ta'kidladi. Amerika va Yevropa ittifoqi davlatlari referendumdan norozi. Ular dushanba kuni bir qism Rus va Ukraina amaldorlariga jazo tadbiri yo'l qo'ydi. Ammo mazkur voqeada kishilarning diqqatini qo'zg'ayotgan yana bir taraf Xavfsizlik kengashidagi doimiy a'zoning biri Rossiyaning yaqin sherigi Xitoy. Xalqarodagi kuzatuvchilar Xitoyning Qrim masalasidagi pozitsiyasiga intayin qiziqayotgan bir paytda shanba kuni Xavfsizlik kengashida referendumni qonunsiz deydigan bir qaror loyihasiga ovoz berganda Xitoy ovoz berish huquqidan voz kechib, tarafsiz turib oldi. Rossiya bo'lsa loyihani rad qildi. Xalqaro matbuotlar bu vaqtdagi mulohazlarda Xitoy doiralarining koni saptashi Rossiyani qo'llash qo'llanmaslik masalasida ig'ir sinoqqa duch kelganligini, chunki bu masalaning Xitoyning eng sezgir masalasi bo'lgan Uyg'ur, Tibet va Tayvan masalasiga berib chetilganligini mulohaza qilishmoqda. Xalqarodagi Xitoy vaziyatini ko'rsatayotgan kuzatuvchilar va shundaqla Xitoy ichidagi kuzatuvchilar birdak Xitoy doiralarining vaziyatini yip ustida mengishga o'xshatgan. Xitoyga qarashli Yer shari vaqti gazeti, Xitoy kundalik gazeti qatorliq matbuotlar Rossiyaning Qrimga kelishi va Qrimning referendum yo'lini tanlashi qatorliq xabarlarni tarqatganda, xabarning muhim nuqtasini chetga qayirib qo'yib, xabarda Rossiya Xitoy munosabatlarining intayin muhimligi, Rossiyaning Xitoy uchun Ukrainada muhim o'rin turadiganligidek mazmunlarni bakrak yo'rg'latgan. Ondan ular Qrimdagi referendum ustida to'xtalganda, uni G'arb bilan Rossiyaning urushi, Amerikaning ojizlashganligining ifodasi deganga o'xshash nuqtalarni alohida yo'ritishga tirishgan. Ya'ni Xitoy hukumati Qrim xalqining o'z irodasi bo'yicha saylam elib berib, o'z taqdirini o'zi belgilash yo'liga manganligini tilga olmagan. Ba'zi kuzatuvchilar Qrimdagi referendumning Xitoy zulmi ostidagi Uyg'ur va Tibet rayonlaridagi mustaqillik orzulariga xitob qilganligini bildirishmoqda. Yana bir tarafdan Rossiya Qrimdagi Ukraina armiyasining 72 soat ichida qurol topshirib taslim bo'lishini talab qildi. Rossiya armiyasi Qrim Jumhuriyatining mustaqilligini e'tirof qilgandan keyin Qrimda har taraflama harakat elib berish maqsadida Ukrainaning Qrimda turishliq barliq armiyasining 72 soat ichida qurol topshirib taslim bo'lishini talab qildi. 18 mart seshanba kuni BBC muxbiri Qrimning markazidagi Ukraina armiyasi qo'mondonlik shtabining sirtida Rossiya armiyasi alohida jang qilish atritining charlash elib berayotganligini va Ukraina armiyasi askarlarining oqib qo'lashga boshlaganligini ko'rgan. Wang Lishong Uyg'urlarning sabr qochisi to'shdi sarlavhilik maqola e'lon qildi. Beijing to'shliq mustaqil yozuvchi Wang Lishong tomonidan yozilgan Uyg'urlarning sabr qochisi to'shib ketdi mavzuliq maqola New York vaqt gazetida e'lon qilingandan keyin zo'r ta'sir qo'zg'adi. 1 mart Kunming poyezd stansiyasida voqea yuz bergandan keyin xalqaro matbuotlarda Uyg'urlarning vaziyati haqida nurg'un mulohazlar e'lon qilinishga boshladi. Bularning biri Beijingda turishliq mustaqil yozuvchi Wang Lishong tomonidan yozilgan Uyg'urlarning sabr qochisi to'shib ketdi mavzuliq maqola. Mazkur maqola seshanba kuni New York vaqti gazetida e'lon qilingandan keyin xeyli zo'r ta'sir qo'zg'adi. Wang Lishong maqolasida Xitoy doiralari 1949-yili Uyg'urlarning zaminini besib olgandan buyon ikki millat orasida paydo bo'lgan o'chmanlikning yillardan buyon davom qilayotgan nachar siyosatlar davomida texmi ulg'ayib ketganligini o'ttirib qo'ygan. Beijingda turishli Xitoy mustaqil yozuvchisi, tadqiqotchi Wang Lishong Xitoydagi kishilik huquq masalalari bo'yicha e'lon qilgan kitob romanlari va Uyg'ur Tibet masalalari bo'yicha e'lon qilgan maqolalari bilan to'lilgan o'qitish yozuvchi. U chorshanba kuni New York vaqti gazetida Uyg'urlarning sabr qochisi to'shib ketdi mavzuliq maqola e'lon qilib, Uyg'urlarning Xitoy doiralari va Xitoy xalqiga bo'lgan o'chmanligi va yaqindan buyon sodir bo'layotgan voqealarning sababini mulohaza qilgan. U maqolasini mundoq boshlagan. Xitoy nufusining ko'p qismini egallaydigan Xitoylar bilan g'arbiy chegaradagi musulmon Uyg'urlar orasidagi o'chmanlik chunqurlashmoqda. 1949-yili kommunist Xitoy hokimiyati mustaqil Uyg'ur davlati bo'lgan Sharq Turkiston Jumhuriyatini besib olgandan buyon Uyg'urlar Beijingning hukmronligidan parishon bo'lib kelgan.
Xitoy hukmronligi Uyg'urlarga o'zining mustamlika salohiyatini esiga selib turishni to'xtatmadi. 1993-yili Xitoy armiyasining generali Wang Jinning ko'li Uyg'ur elidagi asosli ichimlik suv manbasi bo'lgan muqaddas Tangri tog'lariga chechildi. Ana shundan buyon Uyg'urlar o'zining dushmanning jasdi bilan bulg'angan suvni ichishga majburlangandek his qildi. Abdur Wang Lishong Kulmangda 29 kishining o'limi bilan oyoqlashgan voqeani Xitoy doiralarining Uyg'urlarga ortganligini, ammo Uyg'urlarning radikallashishidek bundoq oqibatning Xitoy hukumatining tugamas besimining muqarrar natijasi ekanligini bildirgan. U Xitoy hukumatining yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur elida kuchaytirib yurgizgan qattiq qo'l siyosati va voqealarni bartaraf qilish usuli vaziyatni texnik kaskinlashtiryapti deb ko'rsatgan. Maqolasini davom qilib mundaq degan: Hukumat o'zlarining yaqinqi 10 yildan buyon Uyg'ur eliga qanchalik ko'p mablag' solganligini joriy qilib, ko'z-ko'z qilishga amroq. Ular Xinjiangdagi shahar aholisining yillik kirimining 2 ga qatlanganligini, yezi aholisining kirimining 3 ga qatlanganligini ilgari surib maqtandi. Ichkiridagi Xitoylar tomonidan mablag' solingan yangi qatnash transport qurilishi, tabiiy gaz turbalari tez surat bilan ko'paymoqda. Bu o'zgarishlar Xinjiangni Xitoydagi eng tez taraqqiy qilgan 10-cho'ng rayonga aylantirdi. Biroq iqtisodiy raqamlar yuqori ko'tarilgancha Uyg'urlar kayniga shuncha chekindi. Yaxshi xizmatlarning hammasini Xitoylar egallab oldi. Ta'lim qilib xizmatga o'rnashgan Uyg'urlar bo'lsa, orolda ko'mir qazish, simonchilik qilish va qurilish o'rinlarida odatdagi ishchi bo'ldi. Siz Uyg'ur yoshlari intayin ko'p. Men Xinjiangni 9 qitim ziyorat qilish jarayonida mayli shahar ichi yoki sirtida bo'lsin, nurg'unlagan xizmat ishidagi yosh Uyg'urlarning ko'chalarda bekor lag'aylab yurganini ko'rdim. Xitoyning iqtisodiy siyosatlari bilan birlikda nupus siyosatini mo jiddiy yo'lga qo'yishi Uyg'urlarni qattiq cho'chitdi. Sharqdan g'arbga silingan mablag' bilan teng 8 milliondan ortiq odam ko'chib keldi. Rayondagi Xitoy nupusi qisqagina yarim asr ichida 7% dan 40% ga ko'paydi. Xitoylar Xinjiangga boy bo'lg'ili o'zining holini yaxshilig'i boradi. Mana mushuning o'zida Uyg'urlarning nimishqa taraqqiyotdan foyda ololmaganligini tushuntirib beradi. Wang Lishong maqolasi davomida Sharq Turkistondagi barliq ish imkonlarini Xitoylar kontrol qilib olganlikdan Uyg'urlarga til jihatdan afzal bo'lmagan sharoitning shakllantirilganligini, ya'ni Uyg'urlarning o'z yurtida tadqiq qilganligini bayon qilgan. U bu vaqt to'xtalib mundaq degan: Urumchida restoranga aylantirilgan bir maydon bor. U yerda usulchilar o'yin qo'ydi. U yerdan o'tganimda men yuzlagan Xitoy xaydar ichida faqat chet elliklarga tarjimonlik qilib o'ltirgan bir qancha Uyg'urni ko'rdim. Yerlik Uyg'urlar bo'lsa, o'z usulchilarining usulini o'rnatilgan temir rishotkalarning nerisida turib ko'ralaydi. Shu yerda o'ltirgan Xitoylar va chet elliklardan to'saqlar orqali ayrilib turgan Uyg'urlarning ana shu ko'rinishi bu xalqning o'z tuprog'ida Xitoy hokimiyati tomonidan qanchalik darajada tadqiq qilayotganligiga vakillik qiladi. Uyg'ur elining Sharq Turkistonning iqtisodiy ko'tarilishidan burun Uyg'urlar bilan Xitoylar orasidagi to'qinish tarixiy ziddiyatlarni cho'rdigan holda qonuniy va ma'naviy hukmlarni asos qiladi. Ko'pincha Uyg'urlar kundalik turmushida Xitoylarning tajovuzchiligini bak his qilib beorom bo'lib ketmaydi. Lekin iqtisodiy taraqqiyot bu ziddiyatlarni ularning bo'sug'isiga chiqib boshlab keldi. Hozir nurg'un Uyg'urlar atrofidagi Xitoylarning farog'atlik turmushini ko'rib, o'zlarining tuvan o'ringa tushirib qo'yilgan salohiyati bilan har kuni degudek yuzlashadigan bo'lib qoldi. Shunga bu xafalikning nimishqa bunchalar yamrab ketgani hayron qolarlik emas. Markaziy hukumatning Xinjiangni taraqqiy qildirish siyosati aks ta'sir paydo qildi. Maqolasi davomida Ilhom To'xti va uning qo'lga ilinish masalasi ustida to'xtalgan bo'lib, u Beijing Markaziy Millatlar Universitetining dotsenti Ilhom To'xtining Xitoy asosiy qonunlarini chiqish qilib turib, Xitoy doiralari bilan Uyg'urlar orasida ko'rik bo'lishga tirishganligini, uning Tibet ruhoniy doisi Dalay Lamaga o'xshash mustaqillikni emas, balki haqiqiy avtonomiyani talab qilish yo'li tutganligini bayon qilgan. Yillardan beri Xitoy doiralari Uyg'urlarning namoyishlarini bir o'chim bo'lgunchining harakati deb sifatlab, ularning o'zini o'zi idora qilish orzusini cho'ng masala emasdek ko'rsatib keldi. Lekin Uyg'urlarda hozir Xitoydan bo'linib chiqishni birdan bir yo'l deydigan ko'z qarash har vaqtdagidan bak kuchayib ketdi. Nurg'un Uyg'urlar hatto Xitoy chegarasi sirtidagi musulmon militaristlardan madad kutishga boshladi. Xitoy hukumatining dushmanlashish siyosati natijasida bulungu qisilib qolgan Uyg'urlar endi chorini terrorlikdan izlashi mumkin. Xinjiang hozir Xitoyning Checheniyasiga aylanishga qarab maqmoqda. Bundan keyin ham qat'iy qarshi elinmaydi. Xitoy fuqarolarining Sharq Turkistondagi mavjudiyati musulmonlarga qarshi jang qilguvchi askar bilan o'xshash.
Shuning uchun jang maydonini xolmaydigan har qanday Xitoy fuqarolari Sharq Turkistonni tark etsin. Türkistan İslam Partisi Kunming vaqasi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Xitoy Sharq Turkiston Islom harakati deb atab kelgan, amaliyotda bo'lsa mazkur tashkilot o'zini Turkiston Islom Partisi deb jakarlayotgan mazkur Turkiston Islom Partisi Kunming vaqasi haqida Xitoyga qarshi bayonot e'lon qildi. الشاشدين سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة. Birinci, Xitoylar Sharq Turkiston musulmonlarining tajovuzchi dushmani. Kafir Xitoylar Sharq Turkistonda qarshi ilinmagan. Bundan keyin ham qat'iy qarshi ilinmaydi. Xitoy fuqarolarining Sharq Turkistondagi mavjudiyati musulmonlarga qarshi jang qilguvchi askar bilan o'xshash. Shuning uchun jang maydonini xolmaydigan har qanday Xitoy fuqarolari Sharq Turkistonni tark etsin. İkinci, biz musulmonlarning avlodi Sharqiy Turkistondagi islom va uning ahliga qilingan tajovuzchilik bizni mujohid bo'lishga, dinsiz Xitoylar qayerda bo'lsin, gadallarga qilich chepishga turtki bo'lgan birinchi omil. Islom ummati zulmga sukut qiladigan ummat emas, balki zulmga uning o'xshi bilan javob qaytaradi va qisos oladi. Shuning uchun islom va musulmonlarga qarshi yurgizilayotgan barliq siyosatlarni darhol to'xtat. Üçüncü, musulmonlarning naslini yo'qotishni maqsad qilgan planliq tug'ut siyosatini amaldan qoldir. To'rtinchi, musulmon o'g'il qizlarning axloqini buzish, ularni dindan yiroqlashtirib, atalmış Xitoy madaniyatini o'g'itish maqsad qilingan Xitoy o'lkalariga Xinjiang sinfi nomi bilan saplanayotgan o'quvchilar majburiy ishlamchilikka tutilib, Xitoy o'lkalariga yetkilayotgan o'g'il qizlarimizni homiysi bo'lgan ota-onasiga qaytarib ber. Ularni xitoylashtirish siyosatidan bo'shat. 5. Yaslidan tartib xitoylashtirishni asos qilgan Xitoy tili ma'arifini amaldan qoldir. 6. Qarang'u turmalarda azob chekayotgan islom avangardlarini qo'yib et. 7. Sharqiy Turkiston boyliqlarini oshkora va yashirin bulantalan qilishni to'xtat. Hurmatli tuzurkevchilar, biz yuqoridagi bayonotni oldidagi xabarninki, ya'ni Xitoy mustaqil yozuvchisi, o'qituvchi yozuvchi Wang Yishongninki oxirida Xitoyninki bu qatimki vaziyat Xitoy doiralarininki Uyg'urlarga bo'lgan besimning kundan-kunga kuchayib ketayotganligi sababli Xitoy Sharq Turkiston kelgusida Xitoyninki bir Checheniston bo'lib qolishi mumkin. Hatta u ichidagi Uyg'urlarning sirtdagi mana tashkilotlardan, mana harakat qilgan tashkilotlardan umid kutmoqda degandek buni yozganlik uchun va bu bayonot uchun buni munosabatli bo'lganlik uchun diqqatingizni sunib o'tdik. Faqat bayonotning bir qismini sunib o'tdik. Diqqatingiz bo'lsin uchun. Ikkinchi xabarga o'taylik. Isroiliya Suriyaning 4 askariy bazasiga hujum qildi. Suriya Isroiliya chegarasida maydonga kelgan va 3 nafar Isroiliya askarining yaralanishini keltirib chiqargan portlatishdan keyin Isroiliya Suriyaning 4 harbiy bazasiga hujum qildi. Suriya Isroiliya chegarasida maydonga kelgan va 3 nafar Isroiliya askarining yaralanishini keltirib chiqargan portlatishdan keyin Isroiliya Suriyaning 4 harbiy bazasiga hujum qildi. Dunyo xabar markazining 19 mart chorshanba kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Isroiliya armiyasi urush aeroplanlarining Suriya armiyasiga oid shtablarni nishonga olganligini va sistemalik 4 qitim havo hujumi elib borganligini uqtirgan. E'lon qilingan yozma bayonotda Isroiliya havo armiyasi yarim kechada Suriya armiyasiga oid nishonlarga 4 qitim havo hujumi elib bordi degan iboralar yozilgan. Xabardan qaraganda mazkur bayonotda Isroiliya charlash atritiga sistemalik hujum qilinish sharoitini yaratib bergan va yordamchi bo'lgan Suriya armiyasining nishonga ilinganligi ilgari surilib, Isroiliya urush aeroplanlarining nishonlarini bombardimon qilib bo'lib, bazasiga qaytganligi bildirilgan. Isroiliya Suriya chegarasida 18 mart seshanba kuni tushdan keyin portlash voqeasi maydonga kelgan bo'lib, Isroiliya axborotida yer olgan xabarlarda 3 nafar Isroiliya askarining yaralanganligi bildirilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunda qilib bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.